Jalol aka, bu graflar olib bo'libdi, bu ikkinchi aynib qolmaydimi? Yo'q, ikkinchi aynib qolmaydi, chunki u maxsus suyuqlik. O'zi maxsus suyuqligida turadi. Shuning uchun xuddi organizmda turgandek turaveradi. U o'sha muhitda ozuqa, hamma narsa bor ichida. Hozir teshib chiqish jarayoni, teshib chiqyapman. Endi teshish jarayonida sal ozgina tomchi qon chiqib turadi, sal xunuk jarayon bo'lgani uchun ko'pincha qo'yilmaydi bu jarayon. Albatta teshishda ham o'zini maxsus shunaqa lezvasi bo'ladi. Safir bu, ya'ni teriga minimal jarohat yetkazadi. Endi buni ham har xili bor. Aytaylik, oddiy lezva bor. Bunaqa bor yoki ignada teshiladi. Bu eng kam travma beradigan safir. Endi ko'pchilik aytgan o'sha safir metodi ekanmiz deydi. Aynan shu safir shu narsa. Endi ekish jarayoni kipda ekiladi. Safir metodi deyiladi, aslida u noto'g'ri narsa. Faqat safirda teshiladi xolos. Teshishda ham albatta sanab chiqish kerak. Qo'lim ko'rinib turibdi, sal xunukroq, lekin har bitta teshilgani sanab, mana shunda aytaylik 20 tadan 30 tadan belgilab ketish kerak bo'ladi. Chunki olingan soch teshilgan teshikka soni jihatdan to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Demak, olgan graflar aynib qolmaydi. Yo'q, umuman aynimaydi. Xuddi organizmda turgandek turaveradi.